va onalarni. Va suv munna o'tilar. Ya. Ana nega suv shunday chiqadi. Ya. Afshira qo'rqinchli-ku. Mana suv, mana. Voy, belle. Ana suvom bor. Ya. Ana suvom bor. Ana. Oo, suvom bor ochilib kelsa. Voy belle. Qarang, ana uyni qilashini. Uyni qilashini qarang. Ketdi. Voy onangni. Milliy gvardiyaning bolasi bola edi u yoqqa bilan suzib. Ketdi onangiz bilan. Ketdi. Qolgani ham ketyapti, qarang. Qolgani ham ketyapti. Voy bila. Ay bile. Qo'ylar yurtdan yerda bile. 5 metr bor ha? Talay getirdi. Talay getirdi. İşe yaradı. Biz urganni ko'rdik Brexit. Odamlarni hozir yig'ib, uylarga joylashtirib, nonini, ovqatini, hamma sharoitini yashakkan joy qilishimiz kerak. Mahalla joy qilamiz. Mahalla rais bilan uchastkovoy o'tirib olib, hamma sharoitini yaratadi. Hamma kuch vositani shunga safarbar qilamiz. Sharoit yaxshi bo'lmagancha bironta rahbar mambosh hech yoqqa qimillamaymiz. Eng katta narsa o'zlaringni qo'lga olishlaring kerak. Bu endi hech kim kutmagan falokat. Birov taxmin qilib bo'lmagan falokat. 20-yil og'ir keldi. Bu pandemiya ham bir balo bo'ldi. Mana shu og'irlikni yelkamizga olib chidashimiz kerak. Sabr bilan hozir xato qilishga haqqimiz yo'q. Odamlarni vohima qildirmash kerak. Ayniqsa ayollar, yoshlarni tinchish kerak. Bironta xonadon
bironta aholimiz e'tiborsiz qolmaydi. Joyini ham qilib beramiz, sharoitini ham qilib beramiz. Sizlar bilan bamaslahat qurilishlarni boshlaymiz. Xudoni o'zi hammamizga sabr bersin, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Kechqurun men o'zim borib sizlar bilan suhbat qilib, bugungi ma'lumotlar va ertaga rejalarni kelishib olamiz. Sog' bo'ling. Rahmat.